Demak, biz Wordni o'rganadigan bo'lsak, avval Wordga kirib, noviy dokumentga kirib olamiz. Mana bunday. Mana bu yerda Wordda mana noviy dokument. Noviy dokument bor. Bu yerda mana bunaqa obloshkalar ham bor. Ya'ni bularga kirib ham foydalanish mumkin, tayyor. Lekin bizga eng kerak bo'ladigani bu aynan noviy dokument. Bundan ko'p foydalanamiz. Bunga kiramiz. Bu yerda kurs ishlarini bajarishimiz, mustaqil ishlar yozishimiz, maqola yozishimiz, hattoki kitob ham yozishimiz mumkin qo'lyozma tarzida. Ya'ni kitoblarni ham hozirgi kunda avval qo'lyozma tarzida yozilgan bo'lsa, lekin bugungi kunda aynan mana shunday yoziladi Wordda. Turli xil dokumentlarni, hamma narsani taxlash mumkin Word orqali. Word juda ham qulay, har bir ishda kerakli. Endi biz mana glavniyda turibmiz. Aynan glavniyda turganimiz uchun bu yerda biz bemalol mana bu funksiyalardan foydalanib o'zimiz xohlagan narsalarimizni yaratishimiz mumkin. Endi funksiyalar bilan tanishadigan bo'lsak, doimiy glavniyda turadi va aynan bu yerda mana Times New Roman, ya'ni yoziladigan barcha hujjatlar mana shu Times New Roman'da bo'lishi kerak. Biz yozishdan oldin birinchi mana shu narsani taxlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda juda ham ko'p yozuv turlari bor, lekin eng standart va barcha talablarga javob beradigani mana shu Times New Roman bo'ladi. Shuni ustiga bossak, biz tayyor holatda turadi va hujjatlarni barchasi shriftlar 14 da bo'lishi kerak. Mavzularni nomi ozgina katta bo'ladi, lekin asosiy yozilgan matn 14 bo'lishi kerak. Biz buni tayyorlab qo'ygan bo'lishimiz kerak va matnimiz chiroyli chiqishi uchun, ayniqsa hujjatlarni tayyorlagan vaqtida mana bundan foydalanamiz. Bu yozuvni mana bu ikki tomon oralig'i bo'ladi. Mana o'zi belgilab qo'yilgan. Mana kichraytirish, katta qilish mumkin. Bu yog'ini ham kichraytirish va katta qilish mumkin bemalol. Mana shu oraliq teng bo'ladi. Bulardan ham foydalansa bemalol bo'ladi. Yozish jarayonida bulardan foydalanib sizlarga tushuntirib beraman, albatta. Endi men sizga avval tayyor birorta matnni qo'yib tushuntirib berishim kerak bo'ladi. Buning uchun hozir Telegramga kirib ko'raman. Menda tayyor matn bormikan? Shaxsiy mana bunga kirib ko'radigan bo'lsam, tayyor matn hozir topamiz. Bu yerda menda juda ham ko'p, asosan shu yerdan foydalanganim uchun tayyor matnlar shu yerda bo'ladi menda. O'zingiz yozsangiz ham bo'ladi. Internetdan kopirovat qilib olsangiz bo'ladi. Chiqmay qoldi-ku. Demak, matnlarni o'chirgan ekanim. Hozircha menda nima bor ekan? Keling, mana shuni olib qo'ya qolaylik. Kopiya qilamiz va aynan biz kiramiz. Mana. Kirganimizdan keyin Ctrl V bilan albatta tushirib olamiz. Bu yerda ortiqcha narsalari juda ham ko'p, chunki kopirovat vystavit qilganimiz uchun bizda ortiqcha narsalar ko'p. Buning uchun, chunki o'zimiz yozmadik, buning uchun aynan o'chirib olamiz. Bizga keraksiz joylarini o'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu tarzda o'chiriladi. Mana bu tugmani ham tushuntiraman. Qarang, nima uchun mana bunaqa chappa pechalar turibdi deydigan yoki har bitta
mana gapdan keyingi gap boshlanganda nuqtacha turibdi deydigan bo'lsangiz, buni sababi mana bu narsa yoqib qo'yilgan menda. Mana o'chiradigan bo'lsam, bular hech qaysi ko'rinmaydi va siz pechat qilib chiqarganda ham bular ko'rinmaydi. Faqat buni vazifasi nimadan iborat? Buni bosish orqali siz bularni orasida nima ma'lumotlar, ya'ni nimalar bajarilganini bilish uchun bu. Ya'ni bitta enter tashlangan mana bu bilinadi va biz internetdan, ChatGPTdan ko'chirib matnni qo'yganimizda ham mana shu funksiyani yoqib qo'yadigan bo'lsak, qayerda kamchiligi bor, o'chirishimiz kerak bo'lgan joylar, bularni ko'rib turamiz. Qanaqa muammo borligini mana. Aynan bu mana yozuv bir xil, bu yoqdan ham yozuv ko'rdingizmi? Teng. Agar men buni olib mana keling. Mana bunga qo'yadigan bo'lsam, ko'rdingizmi? Mana bu joy tekis bo'lmay qoldi. Xuddi shu yerda ko'rsatganda. Yoki buni bosadigan bo'lsam, bu o'rtada bo'lib qoldi. Va buni bosadigan bo'lsam, bu yoq tekis bo'ladi, bu yoqdan tekis bo'lmaydi. Shuning uchun bunday qilamiz. Eng chiroyli va kitob shaklida, kitobga o'xshagan ko'rinishda chiroyli ko'rinadigani mana shu hisoblanadi va biz buni belgilagan holda aynan mana bu joydan, mana shuni yonidagi mana bu joydan orasini o'zgartirishimiz mumkin. Yozuvlarning orasi mana katta, kichik bo'ladi va standart ko'pchilik holatlarda 1,5 bo'ladi. Mana 1,5 qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday 1,5 qilinadi bu. Buni matnni belgilab olib, mana bu yerda J harfini ko'ryapsizlar. Bu jирный degani, ya'ni qalin qiladi. Ustiga bosadigan bo'lsak, matnimiz mana qalin holatda bo'ldi. Va buni xohlasak, kursivni bosib qiya qilishimiz mumkin yoki bo'lmasa buni o'chirsak, mana o'chadi, qiyaligi qoldi. Buni yana bitta bosadigan bo'lsak, asl holatiga qaytadi. Yoki bo'lmasa, mana bu belgi orqali tagiga chizishimiz ham mumkin. Mana tagiga chizilgan holatda bo'ladi bu. Tagiga chizishimiz mumkin. Juda ko'p funksiyalarni bajarishimiz mumkin. Bu yerda mana qalin chiziq qilishimiz mumkin. Ishtiroq chiziq qilishimiz mumkin. Mana qalinligi. Xohlagan to'lqinsimon chiziq qilishimiz mumkin. Bulardan birini bemalol tanlasak bo'ladi. Hattoki svetli qilishimiz ham mumkin. Mana bu svet belgisidan, bu yerdan mana svet belgisidan sariqni bosishimiz, mana sariq chiziq bo'lyapti. Ko'ryapsizmi? Mana buni bosadigan bo'lsak, yashil bo'ladi. Bu ko'k bo'ladi bunda. Mana ko'ryapsizmi? Ustiga bosganimizda ko'k bo'lyapti. Mana bunda fioletoviy. Hattoki tagiga chizgan chizig'imizni, matnni o'zini har bitta gapni ham rangli qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, biz o'chiramiz, tushuntirdim. Mana xohlasak, mana shu yozuvni rangli qilishimiz ham mumkin. Mana qizil rangda bo'ldi. Mana qizilni bosdik, mana bu joydan. Mana agarda buni belgilab olib, mana bu joyni bosadigan bo'lsak, hozir qizil, lekin tagi to'rtburchak sariq bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasa, mana bu joydan har xil ranglarni tanlashimiz mumkin. Masalan, ko'kni tanladik, mana. Ko'kni ichida qizil yozuv bo'lib qoldi. Endi buni o'chirish uchun net sveta qilsamiz, mana o'chdi. O'zini rangini ham to'g'rilashmoqchi bo'lsak, qoraga qo'yamiz, mana qora bo'ldi. Shunaqa qilib bemalol foydalansak bo'ladi. Endi buni yana bir jihatlaridan biri, buni tushuntirdim. Mana bu joyda, mana buni belgilaymiz. Mana bu joyda mana shunaqa yozuv qilishimiz ham mumkin. Mana buni tanlaydigan bo'lsak, aynan bizni mavzuyimiz xuddi shunaqa bo'ldi izohimiz. Yoki bo'lmasa, boshqachasini tanlaymiz. Mana buni tanlaymiz, mana. Buni tanlaganimizda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Ko'rib turganingizdek bo'ldi. O'z holiga qaytaramiz buni, demak. Buni o'z holiga, oddiy holatiga qaytaramiz. Oddiy holatida bo'lib turaversa, mana oddiy holatiga qaytaramiz. Jirni qilamiz yoki bo'lmasa o'chirsak ham bo'ladi. Endi biz bunga zagolovka qo'ymoqchi bo'lsak, mana shunga Times Roman qilaylik.
Zagolovka agarda zagolovka qo'ymoqchi bo'lishimiz ham mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun mana bu yerdan zagolovka, mana bu zagolovka 1ni bosib olamiz. Mana bir bosdik, zagolovka bo'ldi. Lekin buning uchun zagolovkani to'g'rilashimiz kerak. Chunki zagolovkamiz mana kalibrida turibdi. Biz buni to'g'rilashimiz kerak. Sichqonchani mana shu zagolovkani ustiga olib kelamizda, o'ng tomonini bitta bosamiz. Mana shunaqa chiqadi. Izminitni bosamiz. Bu yerda mana zagolovka 1 обычныйda turibdi. Жирный turibdi. Mana bu joydan qora avtomatik va biz bu yerda mana kalibrini Times New Roman qilamiz. Mana Times New Roman qilib, bu yerdan mana bu tugmani ham tanlab OKni bosamiz. Ya'ni buni nima uchun tanlayapmiz? Biz keyingi safarda buni mana shu nastroykani tayyorlab o'tirmaymiz pastki betlarda. Agarda shundoq belgilab zagolovkani ustiga bosadigan bo'lsak, xuddi shu nastroyka bilan o'zi oladi. Shuning uchun mana OKni bosamiz. Bu zagolovka oldi. Mana zagolovkasi bo'ldi. Mana shu zagolovka deyiladi. Endi xat boshidan yozish qanaqa bo'ladi? Mana buni U'ni oldiga olib kelib, chap tugmachasini bosamiz mana. Buni bosgandan keyin kompyuteringizni qarasangiz agar tab degan tugma bo'ladi. Mana shu tab tugmasini bosadigan bo'lsak, o'zi bir abzas tashlaydi bu narsa. Boshqa joylarda ham, boshqa betlarda ham albatta bir abzas tashlab boshlasak bo'ladi buni. Ko'ryapsizmi? Xuddi shunaqa qilinadi zagolovka. Aynan shunday qo'yiladi. Endi buni bitta belgilab, Ctrl C qilib belgilab bo'lganimizdan keyin endi sizga yana bitta narsani o'rgataman. Yozuvlaringiz bor, mana bo'ldi deylik. Tayyorladingiz bu yog'ini, matnni tayyorladingiz, zagolovka qo'ydingiz. Endi keyingi betga o'tmoqchi bo'lsangiz, keling mana shu joygacha yozdingiz. Keyingi betga o'tmoqchi bo'lsiz, buning uchun Ctrl Enterni bosasiz. Va mana shunday hujjat tayyorlashda albatta shundan foydalanish kerak. Mana pastga tushirib beradi mana shu narsa Ctrl Enter. Mana shu narsani qo'yib, sizga pastga tushirib beradi bu narsani. Pastga tushgandan keyin yana matningiz bo'lsa, bemalol vistavit qilishingiz mumkin bo'ladi. Vistavit qilganingizda ham xuddi shunday bu yerda mana tab qo'yilgan, ya'ni abzas. Buni bitta pastga tushiraylik. Mana bu joyga siz mavzuni nomini nimadirlar yozishingiz mumkin, misol uchun. Keling, asosiy qism deb yozaylik yoki bir bob bo'lishi mumkin. Birinchi bob, ikkinchi bob bo'lishi mumkin. Men hozir sizga o'rgatish uchun asosiy qism deb qo'ydim. Buni olaman, belgilayman. Xuddi shunday xohlagan bir rangimda, jирный, boshqa qilishim mumkin. Bularni tushuntirdim. Endi zagolovka 2 qo'yamiz. Ya'ni mana bu joyda mana bu zagolovka 2. Buni qo'yishimizdan oldin mana sizda boshqacha yozuv chiqqan bo'lishi ham mumkin. Mana bu tugmani bosadigan bo'lsak, bizda mana ko'rsatib beryapti. Zagolovka 1, mana ustiga olib kelsak, zagolovka 1 ko'rinyapti. Mana ustiga olib kelsak, zagolovka 2. Mana bu zagolovka 3. Mana zagolovkani o'zi hammasini ko'rsatyapti. Обычный ko'rsatyapti. Mana zagolovka 2 ko'rsatyapti. Mana shu joydan tanlashingiz ham mumkin mana. Endi biz buni olib, mana buni tanlaymiz. Endi bizda bu yana kalibri bo'lib qoldi. Endi buni nastroyka qilamiz. Hozir zagolovka 1 qilsam, mana 1 qiladigan bo'lsam, nastroykasini tayyorlaganim uchun o'zi to'g'ri bo'lyapti, lekin zagolovka 2 ning nastroykasi taq emas. Endi yana sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz, izminitni bosamiz. Bu yerdan qora qilingan, жирный qilingan kalibrini New Roman qilamiz. Bu yerdan buni bosamiz va buni o'rta qilib qo'yamiz. Mana o'rtada paydo bo'lishi uchun buni bosamiz, OK qilamiz. Demak, asosiy qism so'zi ham o'rtada paydo bo'lib, zagolovka oldi. Xuddi shunaqa bemalol qolgan varaqlarni ham davom ettirish mumkin bo'ladi.
Va yana nima bo'ladi bu joyda? Agar biz mundareja qo'ymoqchi bo'lsak, mana keyingi betga keling, pastga mundareja qo'yib ko'rsataman. Tepaga qo'ysangiz ham bo'ladi, pastga qo'ysangiz ham bo'ladi. Uni ahamiyati yo'q. Yana Ctrl Enter qilamiz. Yangi varaqdan boshlash uchun mana shu joyda mundareja qilishimiz uchun biz aynan bu yerdan silka bo'limiga o'tamiz. Mana silka bo'limiga o'tib, mana bu joyini, mana aglavleniya degan joyini bitta bosadigan bo'lsak, bizga ko'rsatyapti zagolovkalarni qanaqa bo'lsin. Biz xohlagan bittasini tayyorlashimiz mumkin. Zagolovka mana bosdik. Bitta shuni bosishimiz bilan mana qo'ygan zagolovkamiz, mana mavzuni nomi, yana bu yerda mavzuni nomi qisqa izoh, bu yerda asosiy qism. Mana bu joyda zagolovka bir qisqa izoh edi, qisqa izoh bo'lyapti. Bunisi zagolovka ikkiligi uchun bu bilan teng emas. Sal buyog'roqda, bir abzas buyoq kichikroq, ya'ni shuni qisqa izohni ichidagi asosiy qism degan ma'noni bildiradi. Aynan birinchi bob, ikkinchi bob, uchinchi bob deyilgan joylar qisqa izoh mana zagolovka 1 da bo'ladi va 1 bob, 1-2, 1-3 bo'ladigan bo'lsa, ular zagolovka 2 bo'ladi va ularni ham ichida yanada qanaqadir qism bo'ladigan bo'lsa, zagolovka 3 bo'ladi. Va mundareja o'zi paydo bo'ladi. Siz yana nimadir qo'shimcha qilib, mana keling, mana shu joyini ham glavniga qaytib, mana shu joyini ham, mana shu joyini ham zagolovka 2 qiladigan bo'lsam, sizga ko'rsatish uchun mana 2 qildim. Endi bu ham tema bo'lib qoldi, mavzuning nomi. Endi bu yerga kelib buni qo'l bilan yozishim shart emas. Aynan mana bu ko'k yozuvni ustiga, qarang, buni o'chirib qo'yishimiz kerak ko'rinmasligi uchun. Mana shuni ustiga bitta bosadigan bo'lsam, mana bunaqa yozuv chiqarib beradi va bitta ustiga bossam, bu yerdan so'rayapti obnovit qilishni. Tolka shuni o'zini obnovit qilasam deb. Biz pastdagi tugmani tanlaymiz, chunki polni obnovit qilish kerak. OKni bosamiz. Mana ko'rdingizmi? Men qo'lda kiritmasam ham o'zi avtomatik bu yerda mundareja paydo bo'ldi. Men qo'lda kiritishim shart emas. Nechinchi betdaligini kiritishim shart emas. Hali sizlarga betlashni o'rgatganim yo'q. Bu shunchaki zagolovka qo'yish, yozuvlarni rangi, tagiga chizish mumkinligi, qanaqa qilib o'zgartirish mumkinligi haqida edi. Mana xuddi shunaqa qilib yozasizlar. Keyingi darslarda aynan betlashni o'rgataman va boshqa funksiyalarini ham ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimiz zagolovka qo'yish, matn qo'yish, uni abzas qilish larni o'rgandik va yangi varoqqa o'tishni ham, Ctrl Enter qilishni ham o'rgandik.